Şinjan'daki bir kısım Uyghur baylarının yirik ehvali. Nendini qadir. Şinjan Abu Sahi import-eksport soda çeklik şirketining qurg'uvchisi. Mülki. Karxananing yillik soda sommasi 740 milyon Amerika dollariga, ya'ni 5 milyard 39 milyon yuanga yetgan bo'ldi. Şirketning asosli kasbi xalqaro soda, moddiy ashyo obroti va ko'p xil tovarlarni sotishni o'z ichiga oladi. Asosli O'rta Osiyodagi 5 davlat bozoriga yuzlandi. Qizilsuv oblastining Ulug'chat nahiyasidan 2 Anvar ablat. Şinjan Kök Osmonlantiyan guruhining asosli shaman energiyasi va yer sinin uy mulk kasbi bilan shug'ullandi. Mulki 5-6 milyard yuan. Ürümchidan 3 Akram Aysayov Şinjan Xingyuan mablag' silish shirkatining qurg'uvchisi. Şinjan Yinxing uy mulk shirkatining mas'uli. Şinjan Xingyu taraqqiyot shirkatining mas'uli. Mulki 2 milyard 900 milyon yuan. 2003 yili qo'lin kapitali 50 kişilik şirket tizimligida 22 o'rinda turgan. 4. Radil abla Şinjan Arman kasbi guruhining qurg'uvchisi. Asosli yemeklik, soda setiq va mablag' selish bilan shug'ullandi. Mulki 500 milyon yuandan 1 milyard yuangacha. Ürümchidan 5. Ahad Toqsun Onsu Ping'an yo'lovchi toshish shirkatining mas'uli. Asosli yo'lovchi toshish va taksi tijarati bilan shug'ullandi. Mulki 500 milyon yuandan 800 milyon yuangacha. Aqsudan 6. Nadira Abduqayyum Al-Aziz mablag' selish guruhining qurg'uvchisi. Asosli mablag' selish va soda setiq bilan shug'ullandi. Mulki 500 milyon yuan. Ürümchidan Mehmetcan Turdi Şinjan Yipek Yolu Judun Meşbek şehri yezi igilik mahsulotlari shirkatining qurg'uvchisi. Asosli yezi igilik mahsulotlari bilan ta'minlash va tashqi savdo bilan shug'ullandi. Mulki 300 milyon yuan. Korli shahridan 8. Mutallib Nurmahmat Şinjan Abida Biotexnika shirkatining qurg'uvchisi. Mulki 350 milyon yuan. 9. Adiljan Niyaz Şinjan El-Nuri Mungwang yezigilik materialları tan texnika shirkatining qurg'uvchisi. Asosli yezigilik materialları va yiza igilik mahsulotlarini pishiqlab ishlash bilan shug'ullandi. Mulki 100 milyon yuandan 200 milyon yuangacha. Aqsu viloyatining Kelpin nahiyasidan 10. Anvar Mehmet Şinjan Aydofu mablag' selish cheklik shirkatining qurg'uvchisi. Mulki 100 milyon yuandan 200 milyon yuangacha. 11. G'ushur Vupur Şinjan Quddus yemek içmek shirkatining qurg'uvchisi. Asosli yemek içmek va mehmonxona tijarati bilan shug'ullandi. Mulki 100 milyon yuan. Tumshuq shahridan 12. Ubul Hasan Ubul Qasim Şinjan Balin kasbi guruhining qurg'uvchisi. Asosli soda setiq va mehmonxona tijarati bilan shug'ullandi. Mulki 80 milyon yuan. Qo'tan viloyatining Qaraqash nahiyasidan 13. Mihray Sherit Uzgun Rangpiza Zanjirsimon tijorat birlashma markasining qurg'uvchisi. Mulki 30 milyon yuandan 50 milyon yuangacha. 14. Abaydullah Ömer Turpan shahri Obay elektronlik soda cheklik shirkatining qurg'uvchisi. Asosliq yezigilik mahsulotlari elektronlik sodasi. Torda ko'rsatib setish, madaniyat sayohat tijarati bilan shug'ullandi. 2024 yillik setish sommasi 45 milyon yuanga yetgan. Turpan shahri Idiqut rayonidan 15. Muradil Mehmet Avul Şinjan Mizilik Taamları Jangwei yemek içmek elektronlik soda markasının qurg'uvchisi. Mulki 10 milyon yuandan 30 milyon yuangacha. 16. Ayniddin Niyaz Pichan nahiyasi Dalan Karis bozori yezigilik mahsulotlari yemeklik pishiqlab ishlash zavodi va Qarazimin dehqonchilik hamkorlik kooperativining qurg'uvchisi. Asosliq yerlik alaydilikka ega yemekliklarni pishiqlab ishlash, to'shqon zadiki sirkisi va sut mahsulotlarini cho'nqur pishiqlab ishlash setish, ekologiyalik dehqonchilik va baxmichilik tijorati bilan shug'ullandi. Yillik
Kirimi 12 milyon 500 ming yuan. Turpan şehri Pichan nahiyesinden 17. Ferhat Osman Tarbağatay Ventong çarvıçılık çeklik şirketining qurg'uvchisi. Asosliqi çarvıçılık kasbi bilan shug'ullanadi. Mülki 10 milyon yuan. Tarbağatay viloyatining Börbiljin nahiyesidan 18. Xonizod To'xti Xinjiang Anar Ruhi Madaniyat tarqitish şirketining qurg'uvchisi. Asosliqi yangi taratqu va kino televiziya kasbi bilan shug'ullanadi. Mülki 10 milyon yuan. Ürümçidən 19. Qurbanjan Təvəkkül Wuhan Tarım Yemək İçmək Başqarış şirketining mas'uli. Asosliqi Hubei өлkəsinin Wuhan şəhrində 19 o'rindagi oliy maktablarda 19 tarmoq o'rindagi yemək içmək oshxona tijoratini boshqaradi. Mülki 10 milyon yuan. Qashqar shahridan 20. Yusufjan Barat Xinjiang Chinabog yemək içmək mablag' selish şirketining qurg'uvchisi. Asosliqi yemək içmək kasbi bilan shug'ullanadi. Mülki 10 milyon yuan. Xotan shahridan 21. Ahmad Umar Xinjiang Dolan çarvıçılık kasbi şirketining qurg'uvchisi. Asosliqi çarvı mahsulotlarini pishiqlab ishlash bilan shug'ullanadi. Mülki 10 milyon yuan. Aqsu shahridan 22. Nijat Abdurahim Xinjiang Avlod Biotexnika şirketining qurg'uvchisi. Asosliqi milliy tibobat va sog'lomlik mahsulotlari tijorati bilan shug'ullanadi. Mülki 10 milyon yuan. Ürümçidən 23. Erkin Mehmet Xinjiang Hansaray Biotexnika şirketining qurg'uvchisi. Asosliqi biotexnika va milliy tibobat to'g'rilari tijorati bilan shug'ullanadi. Mülki 5 milyon yuan. Ürümçidən 24. Adila Adil Xinjiang Yida kamchilik şirketining qurg'uvchisi. Asosliqi ranglik metal tallarni qazish va ruda tanlash tijorati bilan shug'ullanadi. Mülki 5 milyon yuan. Ürümçidən 25. İlyar İshaqjan Xinjiang G'arbiy diyar Jishen xalqaro savdo şirketining qurg'uvchisi. Asosliqi to'p tarqitish va xalqaro savdo bilan shug'ullanadi. Mülki 5 milyon yuan. Ürümçidən 26. Ablat Umar Xinjiang Mizan savdo mablag' selish şirketining qurg'uvchisi. Asosliqi savdo mulozimati va mablag' selish kasbi bilan shug'ullanadi. Mülki 5 milyon yuan. Ürümçidən 27. İmam Muhammed Ali Xinjiang Mashhar xalqaro savdo şirketining qurg'uvchisi. Asosliqi xalqaro savdo bilan shug'ullanadi. Mülki 5 milyon yuan. Ürümçidən 28. Mehriban Mehmet Ali Xinjiang Vital xalqaro savdo şirketining qurg'uvchisi. Asosliqi xalqaro savdo bilan shug'ullanadi. Mülki 5 milyon yuan. 29. Qahramon Sulayman Xinjiang O'zjay yezi igilik taraqqiyot şirketining qurg'uvchisi. Mülki 5 milyon yuan. Chapjan nahiyasidan 30. Ro'zaxun Qiyum asosliqi elektronlik savdo mulozimati bilan shug'ullanadi. Mülki 5 milyon yuan. Chapjan nahiyasidan yuqorqi uchurlar oshkora materiallardan ham tordagi materiallardan foydalanib ratlab chiqish asosida tuzildi. Baylarning korxona mulki qatorliq aloqador. Sonliq ma'lumotlarda ma'lum farqlar bo'lishi, shuningdek bozor egiligi faoliyatlarining o'zgarishiga ergishib ma'lum o'zgarishlar bo'lishi mumkin.